Dear international student, welcome to Navoiy State University. Assalomu alaykum. Men Navoiy davlat universiteti xalqaro hamkorlik ishlari bo'yicha prorektor, pedagogika fanlari doktori professor Narziqulova Dilnoza Hoshimjonova bo'laman. Hurmatli xorijiy yoshlarimiz. Navoiy davlat universiteti qadimiy Buxoro, afsonaviy Samarqand shahrining o'rtasida joylashgan. Juda chiroyli, zamonaviy ishlab chiqarish sohasida respublikada ilg'or viloyatlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda universitetimizga 37 ta yo'nalish mavjud bo'lib, 21 mingga yaqin talabalar tahsil olmoqda. 200 ga yaqin Dr. Science, PhD professor o'qituvchilarimiz. Tibbiyot fakultetimiz bugungi kunda 400 ga yaqin talabalarimiz tahsil olmoqda. Asosiy yo'nalishlarimizdan biri bu pediatriya hamda davolash ishi. Yaqinda eng quvonarlisi stomatologiya hamda jarrohlik yo'nalishlarini ochish rejalashtirilgan. Tibbiyot yo'nalishi viloyatimizdagi barcha shifoxonalar bilan, ya'ni 18 ta tibbiyot markazlari bilan hamkorlikda ishlarni yo'lga qo'yilgan. Ya'ni talabalarimiz nazariy bilim bilan birga amaliyotni ham o'tash bevosita yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, universitetimiz Xitoy, Hindiston, Qozog'iston, AQSh va boshqa davlatlar bilan yaqinda hamkorlik ishlarini yo'lga qo'yilgan. Bu xorijlik talabalar uchun juda ham katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Barchangizni Navoiy davlat universitetida o'qishga taklif qilamiz. Biz sizlar uchun xavfsiz yashash muhiti va sifatli ta'lim jarayoni, mehribon, salohiyatli professor o'qituvchilar bilan ta'minlaymiz. Sizlarni albatta kutib qolamiz.